41-masala. DNK tarkibida 1500 ta nukleotid bo'lib, vodorod bog'lar soni guaninlar sonidan 6 marta ko'p. DNKdagi adeninlar sonini aniqlang. DNKda jami 1500 ta nukleotid bor ekan. Bu yerdagi vodorod bog'lar soni guaninlar sonidan 6 marta ko'p deyilyapti. Shuning uchun X, Y deb qabul qilamiz. 2x qo'shilgan 3y. Bu nima soni? Desa, bu vodorod bog'lar soni. Adenin soni x da 2 ga ko'paytirsak 2x bo'ladi. Guanin soni y bo'lgani uchun ular o'rtasida 3 ta vodorod bog'lar bo'lib, 3 ga ko'paytirsak 3y kelib chiqadi. Va bo'lsak, guaninlar sonini y ga bo'lsak, chiqish kerak 6. Bu sistemani ishlasak, 6 ni y ga ko'paytiramiz 6y tenglik 2x qo'shilgan 3y. 3y 2x ga teng bo'ladi, x 1,5y ga teng bo'ladi. 2x qo'shilgan 2y 1500 ta bu DNKdagi jami nukleotidlar soni. X teng joyiga 1,5y ni qo'yamiz. 2 ga ko'paytirilgan 1,5y qo'shilgan 2y tenglik 1500. Buni ishlasak 5y 1500 kelib chiqadi va y 300 bo'ladi. Bu degan y'lar soni guanin edi. Guaninlar soni 350 ta, x topsak 450 ta kelib chiqadi. DNKdagi adenin soni 450 ta, guanin soni 300 ta bo'ladi.